Do'stlar, hammaga assalomu alaykum, xormanglar. Sizlar bilan Sherlegal va Sherlegal Akademiyadan navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimizning nomi jinoyat va jazo. Nomi ham juda ham ajoyib, ancha qo'rqinchli emas, lekin seriozli nom. Demak, do'stlar, bugun biz sizlar bilan huquqbuzarlik va jinoyat tushunchalari haqida gaplashamiz. Huquqbuzarlik turlari, jinoyat turlari, ular uchun qanaqangi javobgarlik masalalari bor, ularning o'rtasidagi farqlar nimada va ayblanuvchining ayrim huquqlari, majburiyatlari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, do'stlar, huquqbuzarlik nima? Huquqbuzarlik bu muomala layoqatiga ega shaxs tomonidan sodir etilgan qonunga xilof bo'lgan ijtimoiy xavfli qilmish, ya'ni harakat yoki harakatsizlik. Huquqbuzarlikda harakat qilgan holda amalga oshirish mumkin yoki hech narsa qilmasdan turib ham amalga oshirish mumkin. Demak, endi jinoyat nima? Jinoyat bu huquqbuzarlikning eng xavfli turi bo'lib, uni sodir etish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ya'ni jinoyat va huquqbuzarlik o'rtasidagi farq ijtimoiy xavflilik darajasi bilan belgilanadi. Ya'ni ijtimoiy xavflilik, ya'ni ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan qilmishlar, harakatlar bu huquqbuzarlik kategoriyasiga kiradi. Ijtimoiy xavfliligi baland bo'lgan qilmishlar bu jinoyat kategoriyasiga kiradi. Endi huquqbuzarlikning turlarini ko'rib chiqamiz. Qanaqangi turlari bor? Birinchisi, bu intizomiy huquqbuzarlik. Intizomiy huquqbuzarlik bu mehnat sohasida qo'llaniladi, ya'ni ishlab chiqarish, xizmat, harbiy, o'quv intizomi, ya'ni ichki mehnat tartibi qoidasini buzgan holda sodir etilgan huquqbuzarlik. Mana misol uchun, ishga sababsiz kelmayapsiz, doim yoki ishga doimiy ravishda kechga qolib kelyapsiz, rahbariyat buyruqlarini inkor qilyapsiz, xizmat vazifalaringizni beparvolik bilan bajarmayapsiz yoki bajarishdan bosh tortyapsiz. Mana shunaqangi holatlar bu o'sha intizomiy huquqbuzarlik hisoblanadi. Keyingisi bu fuqaroviy huquqbuzarlik, ya'ni fuqaroning shaxsi va mulkiga yoki tashkilotning mulkiga zarar yetkazishda ifodalanadi. Misol uchun, shartnoma majburiyatlarini bajarmaslik, mulkdorning huquqlarini buzish, noqonuniy bitimlar tuzish va hokazo. Bu mana endi fuqaroviy, ya'ni oldingi intizomiy huquqbuzarlik faqat asosan mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, fuqaroviy huquqbuzarlik bu o'sha shartnomaviy majburiyatlar yoki fuqarolar o'rtasida vujudga keladigan huquqbuzarlik nazarda tutilyapti. Dalshi, do'stlar, demak, ma'muriy huquqbuzarlik haqida gaplashamiz. Endi ma'muriy huquqbuzarlik nima? Bu o'sha shaxsga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, mulkiga, davlat yoki jamoat tartibiga, tabiiy tam atrof muhitga qasddan tajovuz qiluvchi qonunga xilof harakat yoki harakatsizlik deb tushuniladi. Misol uchun, o'sha mana mayda bezorilik, jamoat joylarida spirtli ichimliklar ichish, yo'l harakat qoidalarini buzish yoki tam daraxtlarni kesish, tam musor tashlash, mana shunga o'xshagan huquqbuzarliklar aynan o'sha ma'muriy huquqbuzarliklar kategoriyasiga kiradi. Dalshi, demak, huquqiy javobgarlik nima? Bu qonunga xilof qilmish sodir etganligi uchun u yoki bu shaxsga huquqbuzarga, ya'ni nisbatan davlat tomonidan majburlov choralarini qo'llash. Huquqiy javobgarlik bu o'sha nakazaniya deb qo'yamiz, ya'ni u yoki bu masala bo'yicha mana shu, ya'ni o'sha huquqbuzarlik sodir etildimi, mana buni o'rniga evaziga bir qo'llaniladigan bir jazo desak bo'ladi. Demak, huquqiy javobgarlikning asosiy maqsadlari qanaqa? Asosiy maqsadlari bu o'sha ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, huquqbuzarlik darajasini kamaytirish, umuman butun respublika miqyosida, faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, qonunga hurmat bilan munosabatda bo'lishni jamiyatimizda shakllantirish. Demak, huquqbuzarlikni jazolash va ijtimoiy munosabatlarni tiklash. Mana bu huquqbuzarliklar, huquqiy javobgarlikning asosiy maqsadlari. Endi sizlar bilan javobgarlik turlarini ham ko'rib chiqamiz. Boshida mana intizomiy huquqbuzarlik deb aytdik, mehnat masalalari. Intizomiy huquqbuzarlik uchun, конечно, intizomiy javobgarlik bor. Bu o'sha mehnat intizomini buzganlik uchun yuzaga keladigan, ya'ni mehnat qonunchiligini buzganlik uchun qo'llanadigan jazo turi, ya'ni javobgarlik turi, bu o'sha intizomiy jazo. Bu qanaqangi bo'lishi mumkin? Jazolar ogohlantirish bo'lishi mumkin, hayfsan bo'lishi mumkin, jarima bo'lishi mumkin, ish haqqini ma'lum bir foizini ushlab qolinishi mumkin hamda ishdan bo'shatilishi mumkin. Jazoga tortuvchi shaxslar kim jazoga tortadi? Ya'ni bu jazoni kim qo'llaydi? Vakolatli shaxslar, ya'ni mansabdor shaxslar, masalan, ish beruvchi. Agar xodim o'sha intizomiy huquqbuzarlik sodir etgan bo'lsa, unga nisbatan o'sha ish beruvchi, rasman rahbar o'sha jazoni qo'llaydi. Javobgarlik yoshi shu 16 yoshdan boshlanadi. Bilasizlar, mehnat yoshi bizda 16 yoshdan boshlanadi, ya'ni mehnat faoliyatini yuritib turgan bo'lib, agar huquqbuzarlik sodir qilsa intizomiy, demak intizomiy javobgarlik tortiladi. Keyingi masala bu ma'muriy javobgarlik.
Ma'muriy javobgarlik o'sha ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun davlat yoki jamoat tartibiga, fuqarolarning huquq va erkinliklariga, davlat hokimiyatining belgilangan tartibiga tajovuz qiladigan qonunga xilof harakat. Ya'ni ma'muriy huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik bor. Qanaqangi bir jazolar tayinlanishi mumkin. Jarima tayinlanishi mumkin, zararni qoplash tayinlanishi mumkin, ma'lum bir huquqlardan mahrum qilish tayinlanishi mumkin. Deylik, ichib turib agar qo'lga tushsa, GAI 01 da oformlat qiladi va o'sha pravani, ya'ni haydovchilik guvohnomasini, haydash huquqini 1,5 yildan 3 yilgacha mahrum qilishi mumkin. Mana shu jazo turlariga ham kiradi. Ma'lum bir buyumlarni olib qo'yib musodara qilinishi hamda 15 sutkagacha deylik ma'muriy qamoq jazosi belgilanishi mumkin. Jazoga tortuvchi shaxslar kimlar? Bu jinoyat ishlari bo'yicha sudlar, ichki ishlar boshqarmalari, bo'limlari, bojxona organlari va boshqa bir qator organlar bor. Mana siz organlari tortish mumkin. Hattoki samolyotda uchib ketayotgan bo'lib, siz agar ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilsangiz, deylik samolyotda chekish mumkin emas deyilgan, qoidalarda yozilgan. Siz nagli chekaman desangiz, sizni o'sha kapitan, ya'ni o'sha havo kemasidagi kapitani sizni ma'muriy javobgarlikka tortib, sizga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirishi mumkin. Javobgarlik yoshi ma'muriy huquqbuzarlikda ham 16 yoshdan boshlanadi. Endi jinoiy javobgarlik. Jinoiy javobgarlik bu jinoyat kodeksida nazarda tutilgan qilmishlarni, ya'ni jinoyatlarni sodir etganlik uchun yuzaga keladigan javobgarlik, ya'ni jazo. Qanaqangi jazo turlari bor jinoyat javobgarligida? O'sha bu jarima, yana o'sha ma'lum bir huquqdan mahrum qilish, majburiy ijtimoiy ishlar, axloq tuzatish ishlari, xizmat bo'yicha cheklash, erkinlikni cheklab qo'yish, intizomiy qismga yuborish va ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish. O'sha qamoq jazolari ham o'sha demak jinoiy javobgarlik turlariga kiradi, jazo turlariga. Jazoga tortuvchi shaxslar, endi e'tibor bergan bo'lsalaring, ma'muriy javobgarlikda jazoga tortuvchi shaxs bu faqat o'sha ma'muriy jinoiy ishlar bo'yicha sud bo'lsa, undan tashqari ichki ishlar organlari, kemalarni tushuntirdim, kema rahbarini, siz, pajarka itagda bir qator organlar tushuntirgan bo'lsam, jinoiy javobgarlikda agar jinoyat etgan shaxsga nisbatan jazoga tortuvchi shaxs bu faqatgina jinoyat ishlari bo'yicha sudlar. Boshqa birorta bir organ sizga jazo tayinlay olmaydi aynan jinoiy javobgarlik bo'yicha. Javobgarlik yoshi 16 yoshdan, ayrim hollarda sodir etilgan jinoyatlarga qarab 14 yoshdan yoki 18 yoshdan etib belgilanadi. Bu narsa ham o'sha jinoyat kodeksida ko'rsatib qo'yilgan. Fuqaroviy huquqiy javobgarlik bor. Keyingisi do'stlar, shartnomada belgilangan majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun yoki deylik mulkiy masalalar bo'yicha mulkiy va shaxsiy nomulkiy munosabatlarga zarar yetkazuvchi boshqa noqonuniy xatti-harakatlar uchun yuzaga keladigan fuqaroviy javobgarlik deb hisoblanadi. Jazolar qanaqangi bo'lishi mumkin? Bu o'sha zararni to'liq qoplanishi, jarima, penya, neustaykalar undirilishi. Jazoga tortuvchi shaxslar bu o'sha fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar hisoblanadi. Javobgarlik yoshi ham bu yerda ham 16 yoshdan belgilanadi. Endi do'stlar, sizlar bir narsani tushunib olishlaringiz kerak. Eng asosiysi bu o'sha jinoyat bilan ma'muriy huquqbuzarlik. Ularning o'rtasida razlika bor. Ma'muriy huquqbuzarlik, mana oson tushuntiraman. Ma'muriy javobgarlik deganda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bor. O'shani ochsalaring, o'shani ichidagi любой qilmish uchun ma'muriy javobgarlik bor. Любой huquqbuzarlik uchun. Endi jinoyat kodeksini ochasizlar. Jinoyat kodeksidagi любой qilmish uchun bu jinoyat hisoblanadi va buning uchun jinoiy javobgarlik bor. Mana shuna qilib oddiygina bemalol farqlab olsalaring bo'ladi. Agar mana ma'muriy javobgarlik, ma'muriy huquqbuzarliklar haqida har xil mana primerlar, ya'ni namunalar keltirishimiz mumkin. O'sha qizil chiroqqa o'tish, daraxt kesish, musor tashlash, я не знаю, yana nimalar bo'lishi mumkin. Mелкое xuliganство deb qo'yamiz. Spirtli ichimliklar ichish jamoat joylarida yoki o'sha umumiy yo'l harakat qoidalarini buzish, deylik pamyatnik yoki haykallarga bir narsalar qilish, narsalar chizish, ya'ni o'sha jinoyat ma'muriy javobgarlik tortish to'g'risidagi kodeksni ochsalaring juda ham ko'p moddasi bor. O'sha yerdagi любой yozilgan huquqbuzarlik bu o'sha ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanadi. Xuddi shunaqa jinoyatda ham bor. Jinoyat kodeksida uni ichida ketdi o'g'irlik, odam o'ldirish, zo'rlash, firibgarlik, konservatizmga qarshi ishlar, jinoyatlar, boshqa shunga o'xshagan bir qator jinoyatlar jinoyat kodeksida ko'rsatib o'tilgan. Mana shuna qilib osongina farqlab olishlaring mumkin. Do'stlar, kelinglar endi sizlar bilan davom ettirgan holda darsimizni javobgarlikka tortiluvchi shaxslarning maqomi haqida gaplashamiz. Ko'p eshitgansizlar.
gumonlanuvchi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi degan kelinglar shularni farqini ko'rib chiqamiz. Demak, gumon qilinuvchi shaxs bu jinoyat sodir etilganligi to'g'risida ishda ma'lum bir dalillar mavjud bo'lgan, lekin uni ishda, ya'ni ma'muriy jinoiy ishda ayblanuvchi sifatida jalb etish uchun bunday dalillar yetarli bo'lmagan shaxsdir. Misol uchun, u yoki bu ishni qilganingizda sizni gumon qilyapti, u yoki bu tashkilot tergovchisi, doznavateli va hokazo yoki operlari, demak sizni ishga jalb qilishyapti gumonlanuvchi sifatida. Mana shuni qilgan bo'lsa kerak yo'q degan fikr bor, qanaqadir dalillari bor, lekin u dalillar yetarli emas hali sizni ayblanuvchi deb ishga jalb qilishga. Ana shunda siz ishda gumonlanuvchi bo'lib qatnashasiz. Ayblanuvchi bu o'sha gumonlanuvchiga nisbatan to'plangan dalillarga asosan uni aybi, ya'ni uni ayblanuvchi deb o'sha jalb qilishga yetarlicha asos bo'lgan shaxslarni ayblanuvchi deydi. Tushuntiradimi? Demak, va ayblanuvchiga nisbatan o'sha bemalol uni ayblanuvchi sifatida jalb qilish to'g'risidagi qaror qabul qilingan bo'lishi kerak. Aynan unga nisbatan shunaqangi qaror qabul qilingan bo'lsa, o'sha u deloda ayblanuvchi bo'lib o'tadi. Ayblanuvchi bo'lgandan keyin hamma tergov harakatlari tugab, delo sudga ketgandan keyin sudda u odam o'sha ayblanuvchi bo'lmaydi. Sudda u odam sudlanuvchi bo'ladi. Chunki sudga farqi yo'q, hali sizni aybingiz tasdiqlanmagan, prezumpsiya nevinovnosti bor, ya'ni aybsizlik prezumpsiyasi bor, shuning uchun sudga siz sudlanuvchi bo'lasiz. Ya'ni uning jinoiy ishi bo'yicha sud muhokamasi o'tkazilayotgan ayblanuvchi shaxs bevosita o'sha sudlanuvchi deb ataladi. Undan keyin sudingiz bo'lgandan keyin mahkum. Agar sud sizga nisbatan hukm o'qisa, siz o'sha mahkumga aylanasiz, ya'ni sizga unga nisbatan ayblov hukmi chiqarilgan ayblanuvchi shaxs mahkum deb hisoblanadi. Agar o'sha sud jarayonida yoki aybingizni o'tagandan keyin qaytadan ko'rib chiqqandan keyin o'sha odamga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan bo'lib va u aybsiz deb topilgan shaxs bo'lsa, bu oqlangan shaxs hisoblanadi. Kelinglar endi sizlar bilan ayblanuvchining huquqlarini ko'rib chiqamiz. Ayblanuvchining qanday huquqlari bor? Bu o'zining nimadan ayblanayotganini bilish, telefon orqali qo'ng'iroq qilish, himoyachiga ega bo'lish hamda u bilan holi uchrashish, o'ziga qo'yilgan ayblov yuzasidan ko'rsatmalar berish yoki ko'rsatmalar berishdan bosh tortish, o'z ona tilida gaplashish, agar deylik perivodchi kerak bo'lsa, perivodchi xizmatidan, tarjimon xizmatidan foydalanish. Iltimosnoma berish va rad qilish, dalillarni taqdim qilish, surishtiruvchi yoki tergovchi ruxsati bilan tergov harakatlarida ishtirok etish, sud majlisida bayonnomasi bilan tanishish hamda u haqida o'z mulohazalarini bildirish, ish bo'yicha keltirilgan protestlar, apellyatsiya, kassatsiya va taftish shikoyatlaridan xabardor bo'lish va ularga nisbatan e'tirozlar bildirish va boshqa bir qator huquqlari mavjud ayblanuvchining. Do'stlar, bu mana qisqacha informatsiya edi sizlarga. Demak, mana shu ayblanuvchining huquqlari haqida, ma'muriy huquqbuzarlik haqida, jinoiy huquqbuzarlik haqida. Endi kelinglar sizlar bilan o'sha bevosita agar sizni deylik u yoki bu delo bo'yicha gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi deb agar jalb qilib turishgan bo'lsa va sizni aybingiz yo'q bo'lsa, o'shanaqangi holatlarda nima qilish kerak? Mana shu masalalar bo'yicha Sherlegaldan layfhack beraman. Nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda bitta narsani tushunishingiz kerak. Sizga nisbatan bir narsani gumon qilishyapti, men bu ishni qilgansan, seni bir javobgar qilamiz, u yoq bu yoq deyishyaptimi? Demak, siz birinchi navbatda tushunib yetishingiz kerak. Qani, sizni nimada ayblashyapti? Nima? Ham tushunib olishingiz kerak. Ana общий gaplar emas, to'xtanglar. Konkretni aytinglar, nimada ayblamoqchisizlar? Mana bunaqa ABCD narsada ayblamoqchimiz desa, okey. Bir narsani bilishingiz kerak. Ulardagi dalillar yetarlimi sizni konkretni ayblanuvchi sifatida ishga jalb qilishga va ular topgan dalillar qanchalik asosga ega, haqiqiymi yoki yo'qmi, haqiqatga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, sizga nisbatan qo'yilib turgan ayblovda sizni va ishingizni to'g'ri kvalifikatsiya qilinganmi yo'qmi? Mana shu narsani aniqlab olishingiz kerak. Deylik, siz bir joyda yoqib yuborgansiz yoki daraxt kesgansiz, buning uchun misol uchun jinoyat javobgarligi ham bor. Bir narsa qilgansiz, aslida umuman deylik, убийствоda, ya'ni odam o'ldirishda yoki firibgarlikda ayblashyapti. Siz o'shanda tushunishingiz kerak, og'aynilar, to'xtanglar. O'shandan bilib olasiz qanchalik tergovchi yoki o'sha boshqa vakolatli shaxs o'zini ishini qilib turgan. Demak, ikkinchisi, sizni ishingiz bo'yicha to'g'ri kvalifikatsiya berilyaptimi yo'qmi, mana shu narsani aniqlab olishingiz kerak. Endi uchinchisi, aybsizlik prezumpsiyasi bo'lishiga qaramasdan, aybsizlik prezumpsiyasini yana qaytaramiz. O'sha demak, sizni aybingiz
sud tomonidan tasdiqlanmaguncha, qaror chiqarilmaguncha siz aybsiz deb hisoblanasiz. Endi aybsizlik prezumpsiyasi bo'lishiga qaramasdan va sizni qaysidir ish bo'yicha jalb qilishyaptimi, ayblamoqchi bo'lishyaptimi yoki gumonlamoqchi bo'lishyaptimi, siz o'zingiz orqali yoki tanishlaringiz orqali sizni oqlaydigan, ya'ni sizni aybsizligingizni tasdiqlaydigan dalillarni o'zingiz uchun to'plab boring. Bu juda ham kerak bo'ladi. Hali ular dokazat qilsin, meni aybim yo'q, qo'ldan kelsa agar isbotlarsa isbotlab bersin degan fikrda bo'ling-u, ularga ham shunaqa deb aytmaydi, lekin o'zingiz uchun yengil agar hujjatlar bo'lsa, boshqa birorta faktlar bo'lsa, yig'ib qo'ying. Keyingisi, hech qachon o'zingiz himoya qilaman demang. Deylik, birorta ishda sizni ayblashyaptimi? Lutchi всего advokat oling yoki boshqa bir yurist yoki boshqa bir shaxsni jalb qiling. Chunki sizni o'zingiz zo'r bilishingiz mumkin, huquqiy bilimlaringiz bo'lishi mumkin, yurist bo'lishingiz mumkin. O'zingiz himoya qilganingizda obyektivni fikrlash doirasi sizda o'zgaradida va o'zingizga zarar keltirib qo'yishingiz mumkin. Va oxirgisi do'stlar, agar o'sha sizga deylik sizni jalb qilishdi ayblanuvchi sifatida, sizga tergov harakatlari olib borildi, boshqa qilindi va oxirida sizni qo'lingizga o'sha ayblov xulosasini beryapti. Ayblov xulosasiga berib turib qo'l qo'yib bering degandan keyin ko'pchilik nima qiladi? Okey deb turib qo'l qo'yib beradi. Yo'q. Ayblov xulosasini o'qish kerak. Chunki siz tergovda gapirgan gaplaringiz, boshqa qilgan har xil pakazaniya, bu dalillar qabul qilinganligi, tergovchisiga bo'ldi men qabul qildim bu dalillarni deyish mumkin, boshqa qilish mumkin, lekin oxirida ayblov xulosada agar u narsalar kiritilmagan bo'lsa, demak u narsalar yo'q va siz qo'l qo'yib bersangiz, siz bilan rozi bo'lgan bo'lasiz. O'shaning uchun oxirgi ayblov xulosani yaxshilab o'qib chiqish kerak. Mana shu ham Sherligildan sizlarga tavsiya. Do'stlar, bu mana qisqacha ma'lumot edi. Bugun biz sizlar bilan jinoyat va jazo haqida gaplashdik. Demak, huquqbuzarlik va jinoyat tushunchalari, huquqbuzarlik turlari, huquqiy javobgarlik turlari tushunchasi, maqsadi, demak, ikkalasini farqi, qanaqangi holatlarda jinoiy javobgarlik, qaysi holatlarda ma'muriy javobgarlik, ularni yoshi, ya'ni necha yoshdan qaysi javobgarlik bo'yicha kim necha yoshdan javobgarlikka tortiladi, ayrim bir misollar keltirdik va o'sha ayblanuvchining huquq va majburiyatlari haqida gaplashib turib, o'sha Sherligildan tavsiyalar berildi. Hammaga juda qiziqarli va tushunarli bo'ldi degan umiddaman do'stlar. Agar kimdir tushunmagan bo'lsa, videoni yana qaytadan ko'rib chiqishlaring tavsiya etiladi. Eng asosiysi o'sha ma'muriy javobgarlik, ma'muriy huquqbuzarlik masalalar ma'muriy kodeksda, jinoiy masalalar jinoyat kodeksida ekanligini tushunib yetib olsalaring, mana shu bugungi darsimizning asosiy xulosasi hisoblanadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar va salomat bo'linglar.